Medizon klinikamizda asosan oliy toifali va birinchi toifali shifokorlar ishlashadi. Quyidagi shifokorlarimiz bor. Terapevtimiz xonalari, Yasir Abdullayevning xonalari, ular ham oliy toifali shifokorlar va nevropatologimiz borlar. Ham kattalar, ham bolalar nevropatologi xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz va keyingi xonalarimizdan bittasi bu pediatrimiz xonalari, Kamol Sabirovna, bir ham oliy toifali shifokorlar. Yana bir narsani alohida aytib o'tmoqchiman. Ginekologimiz xizmati ham mavjud ayollarimiz uchun. Bu yerda ginekologimiz tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali shifokorlar. Keyingi xonamiz mana kardiologimiz Umurbek Husaynovich xonalari, oliy toifali shifokorlar. Bundan tashqari endokrinolog shifokorimiz borlar, Zuhmor Akbarovna, ular ham oliy toifali shifokorlar, endokrinolog. Keyingi xonalarimiz bu laboratoriya bo'lib, barcha turdagi laboratoriya tekshiruvlarini amalga oshiramiz. Etilik bu IFA analizlari bo'ladimi, yo umumiy klinik analizlar bo'ladimi, bu qon tahlili bo'ladimi, yo bo'lmasa etilik peshob tahlillari, najas tahlillari, balki barcha xizmatlar, barcha laboratoriya tekshiruvlarini ham xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Ushbu xonamiz huquqna xonasi deyiladi. Bu yerda biz bolalarga gijjalardan davolash uchun klizmalar qilib davolanadi. Ayrim insonlarning yog'inchiliklarda qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, albatta uni dorivor giyohlar bilan aralashgan davolovchi klizmalarni qilib davolaymiz. Bu o'zim xonam bosh shifokor xonasi. Keyingi xonamiz ultratovush tekshiruv xonamiz. Eng zamonaviy asbob anjomlar bilan jihozlangan, hozirgi kunda eng передовой deydi, oldingi оборудование. Bundan tashqari mana lor shifokorimiz xonasi bor. Lor xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Bolalarda va kattalarda kerakli bo'lgan lor muolajalarini ambulator sharoitda qilish mumkin bo'lgan barcha etilik lor xizmatlarini amalga oshiramiz. Bundan tashqari bemorlarimizga fizioterapiya muolajalari ham tashkil qilingan. Bu ambulator ravishda keladigan bemorlar uchun hamda statsionardan keladigan bemorlarimiz uchun ham bu xizmatlarimiz bor. Bu xizmatlarimiz mana shu jadvalda ko'rsatilgan shu xizmatlarni biz amalga oshirib boramiz. Hozirgi kunda xalqimizga ambulator xizmatdan tashqari statsionar xizmatlarni ham tashkil qilganmiz. Statsionar xizmatlarimizda hozirgi kunda 40 dan oshiq ko'ykamiz bor. 41 ta ko'ykamiz bor. Bu birinchi bo'limdamiz. Biz hozir qaysi xizmatlarni ko'rsatamiz aholimizga? Bu birinchi umumiy terapevtik yo'nalishdagi barcha bemorlarga xizmat ko'rsatiladi. Bundan tashqari alohida kardiologiya, endokrinologiya yo'nalishi hamda nevrologiya yo'nalishidagi bemorlarga statsionar xizmatlarni yo'lga qo'yganmiz. Bu birinchi bo'limimiz. Birinchi bo'limimizda asosan kardiologik va nevrologik kasalliklarimiz yotishadi. Shuning uchun shu palatalarimiz mana bu yerda shu bemorlarimizni maroqli hordiq chiqarishlari uchun, dam olishlari uchun alohida bir dam olish xonalari, zonalarini qilganmiz. Statsionarimizdagi barcha bemorlarga 5 mahalliy ovqatni tashkil qilganmiz. Albatta bu ovqatni tashkil qilishda bemorlarning qaysi kasalliklari, qaysi holatdaligidan kelib chiqqan holda tayyorlanadi. Uni tarkibi alohida shu maxsus parhez stollar asosida tayyorlangan va uni biz shu bemorlarga o'sha bemorlarning kasalligidan kelib chiqqan holda tavsiya qilamiz. Hozirgi kunda shifoxonamizda ikki turdagi palatalar mavjud. Bu standart palatalar va lyuks palatalar. Lyuks palatalarimiz mana shu ko'rinishi. Kelgan bemorlarimiz o'zlari bilan birorta narsa olib kelishlari shart emas, faqat o'zlariga yetarli bo'lgan kiyimlarni olib kelishsagina xolos yetadi. Qolgan narsalar idish tovoq, sochiq, aytaylik piyola, bular hammasi o'zimizda mavjud va hech qanaqa ortcha urinishlarga hojat qolmaydi. Bu maxsus statsionarda yotuvchi bemorlarimiz uchun dam olish xonasi bo'lib, bu yerda divan zonasini televizor ko'rib o'tirishlari mumkin va jahon adabiyoti hamda o'zimizning milliy adabiyotlarimizni durdonalarini o'qib o'rganib o'z bilimlarini oshirishlari mumkin. Bu statsionarimizning ikkinchi bo'limi bo'lib, bu yerda asosan bemorlar, umumiy terapevtik sohadagi bemorlarimiz hamda endokrinologik bemorlarimiz o'z sog'liqlarini tiklab olishlari mumkin. Bu yerda albatta tashkil qilganimiz dam olish zonasi, bemorlarni kelgan uydagilar, mehmonlar bu burchakda o'tirib, o'zaro suhbatlashib, kitob javon burchagini tashkil qilganmiz. Bu yerda ham jahon durdonalari hamda o'zimizning milliy durdona adabiyot kitoblarimiz bor. Albatta bemorlarimiz bu kitoblarni o'qib zavqlanishlari mumkin. Ikkinchi bo'limimizda terapevtik, endokrinologik bemorlarimiz yotishadi. Bu yerda ham
standart va lyuks palatalarimiz mavjud. Har bir palatamizda ikkitadan yoki bo'lmasa 3 tadan bemor joylashtirishimiz mumkin ekan. Bu bo'limimizda ham ma'lum bir xizmatlar tashkil qilingan. Bu ovqatlanish, 5 mahal ovqatlanish, undan tashqari maxsus bir sport komplekslar bilan shug'ullanuvchi sport zallarimiz ham mavjud. Buni ham ko'rsatib o'tamiz mana. Bu bizning sport zalimiz bo'lib, bu sport zalda o'sha umurtqasi bilan bo'lgan muammolar bilan kelgan bemorlarimizni umurtqalarini cho'zish, bu bel sohasi bo'ladimi, bo'yin sohasini, shuni cho'zish uchun maxsus bir moslamamiz bor. Undan tashqari mana shu trenajyor uskunamiz ham mavjud. Bu trenajyor uskunamizda bemorlarimiz ham o'z sog'liqlarini tiklashlari mumkin. Bundan tashqari bemorlarimizga maxsus mana shunday yugurish yo'lakchasini tashkil qilganmiz. Bu avtomatik ravishda yoqilayotgan kaloriya, yurilayotgan metrlar, kilometrlarni ham ko'rsatib beradi va yoqilgan kaloriyalarni ham alohida belgilab beradi. Va bu o'sha maxsus shunday moslashtirilganki, tepa, past, baland, yuqoriga chiqish, ma'lum bir nagruzkalarni ham o'z ichiga olgan. Bu bizning muolaja xonamiz. Ambulator ravishda kelayotgan bemorlar uchun bolalar bo'ladimi, kattalar bo'ladimi, hammaligiga malakali hamshiralarimiz kerakli bo'lgan muolajalarni bajarishadi. Bu mushak orasi inyeksiyalari, teri osti inyeksiyalari, undan tashqari vena ichi inyeksiyalari, chaqaloqlargacha bo'lgan bemorlarga ham kerakli muolajalarni bajarishimiz mumkin. Medzon klinikamiz hozirgi kunda ham ambulator, ham statsionar sharoitda aholimizga tibbiy xizmat ko'rsata oladi. 100 dan oshiq ambulator bemorlarga va bir kunda 40 dan oshiq statsionar sharoitida bemorlarimizga tibbiy xizmat ko'rsatishi imkoniyatiga ega. Medzon Hospitals klinikamiz joylashuvi Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Chimkent yo'li ko'chasi 15-uy. Medzon Hospitals klinikamizning shiori shundan iboratki, shifoni Allohdan biling, medzonni sabab qiling. Shifoni Allohdan biling, medzonni sabab qiling.